Bilamizki, badiiy asarlarni o'qish har tomonlama ahamiyatli. Badiiy asarlar kitobxonni bilimini boyitadi, estetik zavq beradi, tarbiya beradi, dunyoqarashini kengaytirib, og'zaki va yozma nutqini rivojlantiradi. Bugungi kunda oliy o'quv-yurtlariga kirish testlarida, ona tili va adabiyot fanidan milliy sertifikat imtihonlarida ham aynan badiiy asarlardan savollar shakllantiriladi. Shuni nazarda tutgan holda biz Cambridge School maktabimizda kitobxonlik darslarini tashkil etganmiz. Keling, o'quvchilar bilan hozir shu haqida suhbatlashsak. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Aziz o'quvchilar, sizlar bilan 30 ga yaqin badiiy asarlarni o'qidik. Xo'sh, sizga qaysi bir badiiy asar yoqdi? Qaysi birini sevib mutolaa qildingiz? Dunyoning ishlari muallifi O'tkir Ashimov asar katta-kichik hikoyalardan iborat. Masalan, Alla, Gilam Paypoq, Iltijo, Eng og'ir gunoh va xiyonat. Bu hikoyalarni ona, ya'ni Hakima aya obrazi birlashtirib turadi. Bu qissa onalar haqida yozilgan eng go'zal asardir. Muallif Said Ahmad 3 ismdan iborat. Qahramonlari Jomjomata, Jannat xola, Nizomjon, Zebi, Tursunboy va boshqalar. Asarda Ikkinchi jahon urushining olovli yillarida o'zbek dehqonlari ko'rsatgan mehnat qahramonliklari haqida hikoya qilinadi. Me'mor muallif Amir Muhsin Nursaidov asarda o'tmish me'morlarining hayoti, beqiyos san'ati va o'sha davr ziddiyatlari mahorat bilan tasvirlanadi. Asosiy qahramonlari Najmiddin Buxoriy, Badiya, Zavrak va G'avvosir obraz. Jayhon ustida bulutlar muallifi Karim Osim asar hayotning achchiq haqiqatlari va ezgulik haqidagi falsafiy fikrlar bilan boyitgan. Asarda bosh qahramon beruniy ko'rgan azoblar, hayotning achchiq haqiqatlari va insoniy munosabatlar haqida mulohaza yuritadi. Qiyomat Chingiz Aytmatovning eng sara romanlaridan bo'lib, bu roman inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlarni yoritadi. Bo'rilar, Toshchaynar va Akbar obrazlar orqali tabiatning buzilishi va insonning buzg'unchilik harakatlarini namoyon etiladi va insonlarni tabiatni asrashga chorlaydi. Nurbor Kisayeva asarining muallifi Odil Yoqubov, qahramonlari Sherzod, Abduvofid, Shoira, Suhrat, Sayf Saqiyevich. Asarda ezgulik payovungilik, yorug'lik va zulmat o'rtasidagi kurash tasvirlanadi. Ulug'bek xazinasi muallifi Odil Yoqubov. Asarda Ulug'bek shaxsiy hayoti, fojiaviy qismati va shogirdi Alas Puchaq hamda qalamdan qalbga qayt tarzda Ulug'bek kitoblarini saqlab qolishgani kabi voqealar yoritilgan. Kecha va kunduz asar muallif Abduhamid Cho'pon. Bu asar 2 qismdan iborat. Uning qahramonlari Zebi, Saltanat, Razzoq Sodiq, Qurbondiki, Ekbaram Mingtosh, Miryoqub va boshqalar. U Cho'ponning mashhur manburi. Bunda asosan erk va ozodlik g'oyalari va digari so'qilgan. Asarda millat taqdiri, mustamlika zulfasidagi xalqning og'ir ahvoli, milliy uyg'onish va nizom ozodligi masalalar qiynaldi. Yulduzli to'la Pirimqul Qodirov qalamiga mansub bo'lib, bosh qahramon Zahiriddin Muhammad Bobur. Bu asarda Bobur bolaligidan ko'p bora qiyinchiliklar kechirgani va hayoti davomida yaqinlari tomonidan xiyonatlarga duch kelgani hamda o'z ona yurtini tashlab Hindistonga ketganligi va sog'inch azobida o'tganligi to'liq bayon etilgan. Bu asar Pirimqul Qodirovning Avlodlar davoni asari hisoblanadi. U 80-yillarda yozilgan. Asarda pok sevgi, insoniy mehr-muhabbat, shavq-u shijoat tarixiy qahramonlar qiyofasida aks ettirilgan. Asar qahramonlari Humoyun, Akbar, Kamron, Nizob, Salim, Vohiminaga, Lachand va boshqalar. Qolxona asari muallifi George Orwell. Unda hayvonlar baxtli hayot va farovon hayot kechirishga harakat qiladi. Ikki eshik orasidan o'tdim va Ikkinchi jahon urushi voqealari va xalqimizning boshiga tushgan kulfatlar tasvirlangan. Men Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanini sevib mutolaa qildim. Asarning bosh qahramonlari Yusufbek Hoji, O'zbegoyim, Mirzakarim Qutidor, Oftoboyim, Otabek va Kumush. Asarda Otabek va Kumushning sevgi qissasi urf-odat va fitnalar sababli fojiaga yuz tutadi. Asarda vatanparvarlik, erkinlik, sevgi va urf-odat mavzulari keng yoritiladi. Jimjitlik muallif Said Ahmad. Asarning qahramonlari Mirvali, Tolibjon, Zaynab, Jayrona va boshqalar. Asarning asosiy g'oyasi urushning inson hayotiga ta'siri, sabri, matonati va chidamliligi.
Men eng sevib o'qigan roman bu Oddiy emas, uning yozuvchisi Shuhrat. Bosh qahramonlari Jannat Musharraf, Marat va Mirsalim. Asarda urushdan oldingi va keyingi yillarda mudhish qatag'on siyosatiga duchor etilgan imon-e'tiqodli va halol xalqning fojiali qismati badiiy tasvirlangan. Isoh Qur'on muallifi Abdulla Oripov. Bu Amir Temur hayotiga bag'ishlangan she'riy asar bo'lib, bunda Amir Temurning jahon tarixiga qo'shgan hissasi va uning murakkab hayoti haqqoni yozib berilgan. Aziz o'quvchilar, kitob o'qish ma'naviyatimizni yuksaltiradi, dunyoqarashimizni boyitadi. O'tkir Hoshimov ta'biri bilan aytganda, kitob bizning beminnat do'stimiz. Shunday ekan, hamisha kitob mutolaa qilaylik. Siz qaysi